الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Bizninki bu Şarkı Türkistanlıkla ittifakı edilen bu cemiyetninki kurulganlıqıga 6 ay toşqanlıq münasebeti bilen Muşyaninki teşkilatlarını başkuruş idaresininki talep takazasıga asasen 6 ay toşqan vaqtda bir genel kurul merkezi azalar merkezi komite yığını namıda bir yığın etişimiz lazım bolganligi üçün biz bugün şu yığın nimesini kıldık, urullaştırışını yığınını açtık. Qarandaşlarımız bilen 1-2 saatning yaqı bu yığınga münasebetlik noktalarda, temalarda fikrleştik, ortaklaştık, fikir teklifler, tavsiyeler bulundu. Bu yığın münasebetimiz bilen biz yani 6 ay jarayonida biz qilgan bazı meseleler hakkında hem kısaca bir muzakere kıldık. Hem de bundan keyin bu teşkilat bu yığından keyin yani bu 6 ay toşqan yani 6 yaşga kelgan yoki bir balog'atga yetgan yani bundan iborat bu salohiyat bilan Allah nasip etsin inşallah bundan keyin hozirga qadar qilmagan yoki qilib bo'lmagan ba'zi ishlarni qilishga harakat qiladi, tirishchilik ko'rsatadi. Bununla bütün a'zolar bilan va boshqa bunun a'zo bo'lgan barliq qarindoshlarimizni jumladan Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizni qalbida bir da'd bo'lgan Sharqiy Turkiston uchun, xalqimiz uchun, dinimiz uchun bir kishilik to'pimizni qursa qilibdi, bir ish qilsa qilibdi deydigan samimiy qarindoshlarimizningki hamkorlashishi bilan, yordamlashishi bilan bu jamiyat inshaalloh bundan keyin texnik ko'plab xizmatlarni qilishi mumkin, qilishga tirishchilik ko'rsatadi.
Ana bu yığın açılgan bu yığın münasebeti bilen biz qarindoshlarımızga bu yığınga qatnaşmagan qarindoshlarımızga bu yığınninki mazmunidan azroq uçur berishni to'g'ri ko'rdik. Biz bu qatimliq bu yığın münasebeti bilen ba'zi bu tashkilotninki qurilmasida a'zolarida vazifa taqsimotida ba'zi bir o'zgarishlarni qildik. Şu münasebet bilen hem bunundan xalqimiz bir xabar tepishi lozim dedik. Bunun yani xalqimizning bilishga tegishli bo'lgan va xalqimizga bir ushur bermoqchi bo'lgan mazmunlarning eng muhimining birisi biz bundan keyingi bu Sharqiy Turkiston davosi yo'lida Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi jamiyat salohiyati bilan qiladigan xizmatlarimizda bu jamiyatga bu organga rehberlik qiladiganга qarindoshimiz Abduqodir Hojimni jamiyat boshqonligi vazifasiga o'rlashtirdik. Ya'ni jamiyat boshqonlik vazifasini bu qarindoshimizga ortib yukladik. Qarindoshimizmi buni fursatlik bilan qabul qildi va barliq bu yerga qatnashgan qarindoshlarimiz, ahli ilm ustozlar bununla yaxshi tavsiyalarni, yaxshi fikr takliflarni, yaxshi ko'ngil so'zlarini bag'ishlagan bo'ldi, turib qo'ygan bo'ldi. Bundan keyingi Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi jamiyati qurilishdimi bu Sharqiy Turkiston xalqining manfaati uchun xizmat qiladiganligi, Sharqiy Turkiston mujodalasi va Sharqiy Turkiston davosida bir kishilik to'pisini qo'shadiganligi va bu davo yo'g'on davo bo'lganligi uchun boshqa tashkilotlar, shaxslar ko'tarib minayotgan yukning bir qismini ko'tarib berish degan maqsad muddoli bilan qurilgan bo'lganligi uchun buningdan keyingi xizmatni Alloh nasib etsa inshaalloh qarindoshimiz Abduqodir Hojim rahbarligida bu jamiyat bu davoni bu maqsadni ro'yobga chiqarishda etmenişte, davamlaştırışta izchil tirishchilik ko'rsatdi. Bu munosabat bilan qarindoshlarimizga deydigan bir tavsiyalarim meningki jumladan bu tashkilotning qurilishi biz bu chaqirishda bo'lgan yig'ilishlarda meni chiqatim dedik. Bir shaxsiy manfaat ya shaxsiy muddao yoki bir baqo qilib bo'lgan ish emas. Sharqiy Turkiston davosini texmoqdarroq qilib kuchliroq qilib degan maqsad bilan qurilgan. Hali hozir ham shu muddaoda davomlashadi. Uning uchun qarindoshlarimizninki shu jamiyat tashkilotlik salohiyati bilan qilib beradigan, qo'ldan keladigan qanday ish bo'lsa, qarindoshlarimizning shu sohada nimaga ehtiyoji bo'lsa, kelsa tashkilot rahbarlari bilan kurashsa, izlasa, ahvolini desa, bu jihatda qo'ldan kelgan xizmatini qiladi Alloh xohlasa inshaalloh. Undan boshqa barliq qarindoshlarimizninki bu yangi rahbarligini va jamiyatni va jamiyatning xizmatlarini yaqindan qo'llab-quvvatlashini qarindoshlarimizdan umid qilaman, qarindoshlarimizdan buni da'vat qilaman. Yani biri qarindoshimiz bu bo'lajimni Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi jamiyatininki yordamchi boshqonlik, yordamchi raislikdan iborat bir vazifaga tayinladik. Bular Alloh xolasa inshaalloh bu Sharqiy Turkistondan iborat bu zaminninki mustaqilligi uchun bo'lgan mujodalasini Tekib bugun yoki bu tashkilot qurilganning yoqi qilayotgan shaxsiyatlar emas, uzunning yoqi mushaddatning ishida minayotgan, bu davo uchun qo'ldan nima kelsa shuni qilayotgan, narsa qo'shayotgan qarindoshlarimiz bo'lganligi uchun biz buningki bu samimiyatiga, bu davoga bo'lgan muhabbatiga, qarindoshlar uchun qo'ldan nima kelsa shunga tayyor ekanligiga guvoh beradigan bo'lganligimiz uchun biz bu o'rinlarni qo'ydik. Cenab-ı Hak Subhanahu ve Taala'nın bulanı bundan keyin bu davo yo'lda va bunga o'xshagan bütün hayotidagi hamma yerda to'g'ri yo'l ustida qilishni, haq ustida qilishni
mangan haq yo'lida g'alaba natijalarga muvaffaq qilishini Allohdan tilaymiz. Amin. Amin. Yana shuni bilan birga o'qib qo'yilgan bir gap, bular raislik vazifasini o'tash jarayonida xalqimiz tarafidan qanday bir fikr taklif bo'lsa, qarindoshlarimizdan ko'rishib, chiroyli bir shaklda fikr takliflarini sunsa, fikrlashsa tamamen bo'ladi. Shuni bilan birga Qarajimma bu yig'inimizga qatnashganlik uchun nihoyat xursand bo'ldik. Qarajim qatorliq mayli biz olayli, mayli Qarajim bo'lsin, mayli boshqa har qanday bir ahli ilmi, har qanday bir bu davo safida ketayotgan, bu diniy va milliy davoni mening davoyim deyotgan, bu jihatda kuyayotgan bir basiratli kishilarninki, bir ustoz darajali kishilarninki bularga tanqid qilish, ne o'tkazsa, "Ma ishim bo'lmadi" deb to'xtatib qo'yishdan iborat haqqi va salohiyati bor. Ya'ni bütün ahli ilmlar, ustozlar, ya'ni o'zining haqqini bilgan, o'zining mas'uliyatini bilgan, bu umumning g'amini mening g'amim deb bilgan ahli ilmlar bularni o'zining qarindoshi bilib, bu ishni o'zining ishi bilib, bularga yaqindan yordamlashsa, yaqindan yo'l ko'rsatsa, maslahat bersa, to'g'ri qilsa qo'llab bersa, xato qilsa, mana xato qilsizlar. Yoki de ma qilmoqchi bo'lgan ishlarni xato bo'libdi deb bularga nisbatan tuzitish bersa, bular suyunadi, qo'llaydi, qabul qiladi. Buni ham qarindoshlarimiz bilib qilishi lozim. Bugungi yig'inimizningki ya'ni xulosasi bu, biz yuqorida bu ekronni ichishdan burun 2-3 soatlik muzokaralashib, bütün qarindoshlarimizning qo'llashi bilan bu qarorni oldik. Shuning uchun bu qarordan xalqimizni qisqacha bir xabardor qilaylik degan maqsadda ekronni ochgandik. Shu munosabat bilan qisqacha bir so'z qildik. Endi qolgan bundan keyingi qanday gap bo'lib qolsa, qanday ish bo'lib qolsa, yana o'rtaq bir maslahat bilan bu yo'lda davomlashtiramiz. Jumladan mening bu tashkilotning, jamiyatningki boshqalardan qilishim bu davo yo'lidan yoki siyosiy sohadan bu mujodaladan voz kechganligim yoki to'xtab qolganligimdan darak bermaydi. Bu davoda texim kuchliroq jamiyat dernek boshqani bo'lib qilolmaydigan, boshliqlik salohiyati bilan tug'anligim uchun qilolmaydigan ishnimi qila olishim uchun men bundan to'xtab turdim. Bundan to'xtaganlik jamiyatdan to'xtaganligim emas, siyosat sohasidan to'xtaganligimdan darak bermaydi. Bundan keyin Alloh xohlasa inshaalloh qarindoshlarimizninki yordamlari bilan, duosi bilan, Rabbimning madad berishi bilan bu jihadiy saha olsun, siyosiy saha olsun, diniy ta'lim tarbiya sahasi olsun, cümleden biz inga ehtiyojli bo'lgan bütün sahalarda qo'limdan qanchalik kelsa shunchalik 24 soatlik hayotim bo'yicha bu yo'lga davomlashaman. Bu yo'lda men mavjud, men bor. Shuni qarindoshlarimninki xato tushunmasligini bu yuqorida degan gaplarimizga qarata asosan bundan keyin bu jamiyatni yolg'iz qolib qo'ymasligini, bu qarindoshlarimizni ham yolg'iz qolib qo'ymasligini, jamiyatning va bu yangi vazifa olgan, mas'uliyatni olgan qarindoshlarimizninki keynida o'rinsiz gap cho'chak, fitna fasodlarni tirmaslikni yoki da fitna fasod qilg'uvchilarning fitna fasodiga chavoq chamasligini umid qilaman. Yordamda bo'lishini tavsiya qilaman. Cenab-ı Hak Subhanahu va Taala hammamizni to'g'ri yo'lda qilsin, aql qilsin, xalqimizga, dinimizga foydali bo'lgan xizmatlarni qilishga muvaffaq qilsin. Amin.